Lakin istidrak uchundir nafiydan keyin. Nafiydan keyin istidrak uchun keladi. Sayakunu mujabuhu isbota ma ba'dahu. Demak, buni mujabi, buni ma'nosida bo'ladi. Yani lakin vojib qilgan narsa, ya'ni lakindan kelib chiqadigan narsa, lakindan keyingi narsa go'yo musbat bo'lar ekan. Avvalgisi ham nafiy bo'lsa, avvalgi nafiydan keyin lakin kelsa, lakindan keyin kelgan narsa endi musbat bo'lib qoladi endi. Kelmadi desa, lakin deb qo'ysa, endi keladigan bo'ladi endi. Falonchi kelmadi, lekin falonchi keldi deydi. Lakindan keyin kelgan narsa musbat bilan oldingisi nafiy bo'ladi. Ikkita yo'q bo'lsa, ha bo'lib qoladi. Ikkita filis bo'ladi. Alishnoyni she'ri bor. Lalidan kom istadim, yo'q dedi, qildim qabul deydi. Labindan o'tirgan desam, u menga yo'q dedi. Bu ha bo'pti, ko'ndidi bo'yladi deganda, shu nafiy uzra nafiy mujibi isbot erur deydi. Nafiyni nafiy bo'lsa, yo'q deganim yo'q deganida u. Yo'q deganim yo'q, yana ha deyapman deganida. Lalidan kom istadim, yo'q dedi, qildim qabul deydi. Yo'q dedi, ha bo'pti, ko'ndidi. She'rda nafiydan keyin keladi, nafiydan keyin kelgandan keyin ma'nosi isbot qiladi, isbot qiladi. Lakin ham harf atfdir deydi. Nafiydan keyin istidrok. Ya'ni istidrok degani nima degansa, avvalgi kalomdan paydo bo'luvchi shubhani zoil qilishlik degani istidrok. Avvalgi gapdan bir shubha paydo bo'ladi. U shubhani shunaqa ekan deb turganda, lakin bilan shubhani yo'qotib qo'yadi. Bunaqa ma'qul deb qo'yadi go'yo. Falonchilar bo'ldi, lekin falonchilar bo'lmadi. U unaqa ham bo'libdi deb o'ylab turgan bo'lsa, lekin unisi bo'lmadi deydi. U lekin deydi. Masalan, Zayd Amirning o'rtasida, Zayd bilan Amirning o'rtasida shu darajada chuqur aloqasi borki, ikkovi hamisha birga yuradi deydi. Hattoki deydi, bittasini kelganini eshitsa, odam narigisi ham kelgan deb o'ylayveradi. Ajramay yuradi ular deydi, masalan. Bittasi kelmagan deb o'ylasa, narigisi ham kelmagan deb o'ylaydi albatta. Falonchi kelmadi desa, bu kelmagan, narigi ham kelmaydi, albatta xayoliga shubha paydo bo'ladi. Ular ana shunaqangi joylarda lakin ishlatiladi. Hozirda unisi ham keldi deb o'ylab turgan bo'lsa, lekin unisi kelmadi deydi. Unisi ham kelmadi degan bo'lsa, narigisi ham kelmadi deydi. Narigisi keldi deydi. Masalan, mojoani Zaydun deysiz. Nafiy mana. Mojoani Zaydun, lakin Amrun deysiz. Ha? Lekin Amr keldi deysiz masalan. Ya'ni lekin Amr, men oldimga Zayd kelmadi. Zayd kelmadi desa, Amr ham kelmadi deb o'ylaydi u. Chunki u ajrami yurigan o'rtoq deydi. Lekin Amr keldi deb qarashdi. Ko'ring, bu yerda lakindan oldingi kalom deydi, mojoani Zaydunni eshitib turib, Amrni ham kelmaganligining shubhasi paydo bo'ldi sizda deydi. Lekin Amr deb turib, o'sha shubhani go'yo lakindan keyin aytish bilan hali shubhani yo'qotdik deydi. O'ylab turgan bo'lsangiz, unaqa narsa keldi. Ular nafiydan keyin keladi. Bundan keyin narsa musbat bo'ladi. Kelmagan Zayd, lekin kelgan nisbatdagi Amr. Hay. Lakin lil-istiraki ba'da an-nafi fayakunu mujabahu isbata ma ba'dahu. فأما النفي ما قبله فثابت بدليله والعطف بهذه إنما يتحقق عند اتساق الكلام. هاي. Musannif alayhi rahma bal bilan lakinni o'rtasida ikkita jihatdan farq bayon qiladi. Birinchi, lakin lil istidroki ba'da nafi deyapti. Birinchi farq shu. Debatlarga lakinni iste'moli nafiydan keyin bo'ladi. Ijobdan keyin bo'lmaydi u hech qachon. Albatta la yoki modan keyin keladi u. Ammo bal iste'molida balam xuddi lakinni ma'nosini beradi. Balki baloncha deydi masalan. Balam iste'molida ijob bilan nafiydan keyin ikkovidan keyin ham kelaveradi deydi. Mana shu mufratdan atib kelganda farqi. Hay. Endi deydi. Lakinda hali nafiydan keyin keladi deyapti-ku. Nafiydan keyin keladi degan gap qachon mufratga atf qilganda bo'ladi xolos, lekin buni ham ogohlantirib qo'yish kerak deyapti. Mojoani Zaydun lakin Abrun jo'ad desa, unda o'sha mufratga atf qilayotganda bo'ladi deydi. Ammo jumlaga atf qilayotganda deydi, unaqangi nafiydan keyin bo'lishi ham shart emas, ijobdan keyin ham kelaveradi deyapti. Masalan deydi, jo'ani Zaydun lakin Amrun lam ya'ti deydi. Unda jo'ani Zaydun mojoani Zaydun lakin Amrun deydi-da.
amrundan keyin fe'lni aytmadi. Mufratni mufratga asf qildi. Ja'ani zaydun lakin amrun lam ya'ti desa bunda bo'laveradi. Vaholanki ja'ani zaydun musbat, manfiy mahsub deydi. Chunki lakinni rostda jumlaga isbotlangan surat mutlaq tag'oyir zaruriy, xoh tag'oyir bayn tag'oyir xullas bu gapi. Endi ikkinchi farq shuki, bu sanat tayakunu mujabahu isbotu ma ba'dahu deb aytdi. Lakindan farqi shu ekan. Lakin bilan balda farqi shuki, balda ikkovga mujabga ham manfiga ham kiraveradi, bu faqatgina manfiga kiradi. Ikkinchi farqi shuki, tayakunu mujabahu isbotu ma ba'dahu dan shuni bayon qilyaptiki, lakinni vositasi bilan keyingi narsa musbat bo'lib qoladi. Ya'ni muqobil nafi lakin asli sabganda. Ya'ni muqobildan deydi, nima narsani nafiy qilingan bo'lsa, lekin o'zidan keyin o'sha narsani isbot qiladi endi. Boshqa narsa uchun isbot qiladi. Muqobildan oldin nima narsani nafiy qilgan bo'lsa, mo'badiga o'sha narsani isbot qiladi. Kelishlikni nafiy qildi Zayddan, amriga isbot qilyapti kelishlikni bu. أيوة في نفي دليل نفي يعني ما قبل الكلام موجود حرف نفي وجه فيه لكن كوجه اسمه مثلا لكن هو أيتكو فأما نفي ما قبله فثابت بدليله ديابته لكنlar oldingi narsani nafisi o'zini dalili bilan sabit deyapti. Bu degani lakin bilan emas, u o'zini dalili bor edi nafisiga, mo yoki la bor deyapti. Lakin uni oldidan o'zidan oldingi narsani nafiy qiladigan lakin emas lekin. Albatta o'sha ma'no o'zi bo'lsin, dalili bo'lsin, lakinga kifoya qilmaydi mana shu. Fa ammo nafiy ma qablahu fa sabitun bi dalilihi. O'zini dalili bilan u sabit bo'ladi. Maqal majrurlarning lakinni sababdan emas, lakindan oldin kelib turgan mavjud bo'lib turgan harf nafiyning sababidan sabit u dalil o'sha. Mesela agar qoil mojoani zaydun kan xomush ho jayi. Lekin amrun nataydu bi kalam mazkur zaydga omadli. Mesela aytaylikki mojoani zaydun desangiz. Zayd kelmadi desangiz deydi. Lekin da aytsangiz aytmasangiz ham zayd kelmaganligi ma'lum deydi. Orqasidan lekin deb qo'ysa, lekin degdi mana bildiki zayd kelmayapti degan gap chiqmaydi deydi. Buni nafiy qiladigan narsa lekin emas, o'zi mojoani zaydun o'zi nafiy qilyapti uni deydi. Lekin de masalan jim tursangiz ham hamma odam tushunaveradi zayd kelmaganligini deyapti. harakati bu masala amalga oshirganlar mana bu hozir muqobil nafiy istidlal ya'ni xullas muqobil ya'ni lakindan oldin kelib turgan narsani nafiy qilishligimiz o'zini dalili ya'ni harfi nafiyni sababidan bo'lyapti ekan lakinning sababidan emas ekan deydi. Muqobil nafiy endi nimadachi deydi? Baldachi deydi. Bal deydi shunaqa narsaki deydi o'zidan keyingi narsani isbot qilish bilan birga o'zidan oldingidan nafiy ham qilib qo'yadi u deydi. Lekin gidariya sahih ho'kal istibara ho'ne shardiki kalom nuqta va marbut va kalam mutlaq ho'ne ku shardihi. Keyin deydi lakinni tufaylidan deydi atf sahih bo'lishligi uchun. Ya'ni lakin bilan bir narsani ikkinchi narsaga atf qilishning durust bo'lishligi uchun unga deydi sharti bor. Shart shuki kalom muttafiq bo'lsin. Bog'langan bo'lsin bir-biriga deydi. Birga bog'langan bo'lsin. Kalom muttafiq bo'lsa qanday bo'ladi? Kalom ikkita shart bilan muttafiq bo'ladi. Lakin mavod iski maqomida marbut muttafiq. Qanday bo'ladi? Lakindan keyingi narsa lakindan oldingi narsaga bog'liqlik jihati bo'ladi deydi. Ya'ni to'g'ri lakin ku iski maqomida sifat milakar bo'lagi o maqomida kalom farqomushni istiqoqiyaga istiqoqiyaga ismi muqobil sifat milakar bo'lagi o lakin ku ismi muqobil sifat milakar qanday bo'ladi? Qachonki lakinni o'zidan oldingi gapga qo'shtirib gapirganingizda bo'ladi bu. Maqollar mavjudmi munobat ma'u. Keyin lakindan oldingi narsa bilan lakindan keyingi narsa bir-biriga zid narsa ham bo'lmasin. Ya'ni lakinga maqollar mavjud ikki zafiyaga o'tsin bayni isku sabit takiyaga. Lakin nafi ikchisihu keyin xullas bu nima degani? Lakindan oldin bir narsani nafiy qilyapsizmi? Lakindan keyin isbot qilib turgan narsa deb ayni o'sha narsani o'zi bo'lmasin deyapti. Ja'ani zaydun va lakin zaydun deb bo'lmaydi. Isbot qilib turgan narsa boshqa bo'lishi kerak. Nafiy qilib turgan narsadan boshqa bo'lishi kerak deydi. Al isbot bo'lsa chekki lakin isbot kalom muttafiq hay والعطف بهذه الكلمة ما توجد عليه فأما نفي ما قبله فثابت بدليله والعطف بهذه الكلمة إنما يتحقق عند اتفاق الكلام ديده أبو حرف بلان
atf qilsa bo'lishlik tahaqquk topadi kalom muttafiq bo'lgan vaqtida, bir-biriga bog'langan vaqtida. Fa in kana al-kalam muttafiqan yata'allaqu an-nafy bil-isbat alladhi ba'dahu wa illa fa huwa musta'nafun. Al-nafi bil-isbat alladhi ba'dahu. كلام متصل يعني لكن इसको मुकाबले के साथ मिलाकर बुला गया हो मुकाबला मौबात के दरमियान मुनाफत ना हो इस सूरत में लेकिन हर्फ अतफ होकर इस्तिदराक के लिए हो गया एक मिसाल है kalom birinchi aytgan kalom muttafiq bo'lsin ya'ni lokinni uni muqobili bilan birga qo'shib turib gapirilgan bo'lsin o'zidan oldingiga qo'shib turib gapirilgan bo'lsin o'shanda kalom muttafiq bo'ladi va muqobili mobadini o'rtasiga bir-biriga munofat bo'lmasin bunda isbot qilgan narsani bunda nafiy qilmasin. Bu suratda lokin harfi atf bo'lib istidrok ma'nosini beradi go'yo. Tepada paydo bo'lgan shubhani yo'qotadi. Misoli shu masalaga Imom Muhammad Jomiy Sahihda kiribdi. Ketishaniga li fulonin alayhi alfun qarzun debdi. Ya'ni falonchini debdi, men falonchi uchun debdi, mening zimmamda 1000 qarzi bor debdi. Uni javobida usmuqul lahu shaxsniga nariga odam nima dediki? Haligi falonchi bor, ikkinchi odam. Bu falonchidan meni 1000 qarzim bor dedi, falonchi aytdiki, la dedi. Yo'q dedi. Qarzing yo'q dedi. Walakinnahu ghasbun dedi. U qarz emas dedi, u g'asb dedi. Sen tortib olgansan dedi-da. Qarz qilib berganing yo'q senga. U nima dedi, xullas, g'asb dedi. Tu is surat में मुकर पर 1000 lozim होगा. Xullas, mana shu suratda iqror qiluvchiga 1000 lozim bo'ladi. इसलिए कि मुकर्रर लेकिन इसके मुकाबले के साथ मिलाकर कहा है खुल्लास deydi bitta misol bizga keladigan bo'lgan narsa nima ali falonchi borku falonchi la deydi-ku la desa la deb qo'yadigan bo'lsa narigin iqrorini rad qilgan bo'ladi-da yo'q deydi yo'q mendan qarzing yo'q deydi ammo deydi yo'q dedi-da orqasidan valakinnahu g'asbun deb turib qo'shib qo'ydi-ku shu kalom muttafiq shu. Orqasidan qo'shib turib gapirdi. Bu go'yo ma'lum bo'ldiki, la bilan bu mingda qaytargan nima qilgani yo'q ekan. Mingda rad qilayotgani yo'q ekan. Mingda qarz ekanligini rad qilyapti ekan. Lani uni aytgan yo'q ekan. Keyingi gapda lokin valakinna g'osbun qo'shganligidan bildiki, nafiy qilib turgan narsasi uni qarzligini nafiy qilyapti xolos uni. Mingda nafiy qilgan yo'q ekan dedi. तो बाहर मरबूत इसलिए कि मुकाबले लेकिन को इस मुकाबले के साथ मिलाकर nima uchun bu yerda 1000 deb lozim qilyapti nari odam bo'lgan bu lo dedi-ku lo degani bilan yana 1000 o'ramiz bo'lsa shuning uchunki muqarrar lahu ya'ni haqdor odama lokin uni muqabiliga qo'shib turib gapirdi laga qo'shib turib gapirdi ki nafsi molki nafini u nafsi molni nafiy qilmadi tu kalom bu hamma xullas kalom bir-biriga marbut bo'ldi, muttasil bo'ldi. Lo deb turib qarzni sababi vujubini nafiy qilyapti. Mingni sababi suv yegandagi qarz emas. Uni mingsini bo'ynizdaligin sababi g'asbligi halol deb turib nafiy qilyapti u. Deydi. Avvalgidan g'asbga sabab vujub o'rniga sabab xullas hali pulni sababi g'asb ekanligini sabit qildi. Tu nafiy avrisbat mahal qilgan vajh muqobilan mavozir munofat men. Xullas endi qarang. Nafiy qilinay turgan narsa boshqa narsa, isbot qilinay turgan narsa boshqa narsa bo'lyapti. O'shaning uchun bu gap durust bo'ldi, deyapti. Tepadasiku, ikkovi bitta narsani nafiy qilib, bitta narsani isbot qilavermasin, bo'lmaydi, deyapti-da. La walakinnahu qarzun deyapti. U qarz deyapti u. La walakinnahu qarzun deyolmaydi uni. La walakinnahu ghasbun dedi. Nafiy qiladigan narsa boshqa, isbot qiladigan narsa boshqa. Demak, kalom bir-biriga muttafiq bo'lyapti. Keyin gapni ham u to'g'ri qo'shib turib gapiryapti orqasidan. Nasdun sharti mavjud bo'lganiga xullas mana shu ikkita shart topildi. Lakinda qo'shib gapirdi. Nafiy qilinadigan narsa boshqa narsa, isbot qilinadigan narsa boshqa bo'lganligi uchun ikkita shart topilgan sabab kalom muttafiq bo'ldi. Lakin harf atf fokar istidrok keladi. Demak shu yerda harfni lokinni atf uchun istidrok ma'nosida bo'lishligi uchun yaraydigan narsa shartlar topildi deydi. Ya'ni avvalo imkonlar lakin nafiy shu bo'g'da ابن أكبر مرحبا وحفظ وصفاق عن سيئة الخير قال مقالة أبن قولات
hay kimna bo'ldi إنما يتحقق عند اتفاق الكلام dedi والعطف بهذه الكلمة qachon biz atf qila olamiz lakinni atf uchun bo'ldi ya'ni istidrok uchun bo'ldi deyamiz qachonki ittifoqul kalom mutahaqqiq bo'lsa gap bir-biriga ulangan bo'lsa muttafiq bo'lsa fa in kana kalam muttafiqan yata'allaqu an-nafy bil isbat alladhi ba'dahu dedi agar kalom muttafiq bo'ladigan bo'lsa nafiy taalluq bo'laveradi o'zidan keyin kelgan isbotga deyapti bir-biri bog'lanaveradi nafiy bilan bu isbot bog'lanaveradi qachon kalom muttafiq bo'lsa deydi va illa fa huwa musta'nafun agar yo muttafiq bo'lolmasa deyapti muttafiq bo'lolmasa u yangitdan boshqa gap bo'ladi u yangi gap bo'ladi deb misaluhu ma zakara Muhammad fil jami iza qala li fulanin alayya alfun qarzun dedi fa qala fulan la walakinahu ghasbun dedi lazimahu al-malu iqro qiluvchiga lianna al-kalam muttafiqun kim muttafiq bo'lyapti ikkovini yonma-yon gapiryapti nafiy qiladigan narsa boshqa isbot qiladigan narsa boshqa qarligini nafiy qilib g'asbligini isbot qildi xolos menda nafiy qilayotgani yo'q u tazahara anna nafiy kana fi sababi duna nafsi al-mali ko'rdingizmi nafiy qiladigan narsa demak molda o'zini nafiy qilgani yo'q sababini nafiy qilyapti xolos sababi qarligingiz emas g'asbligingiz xolos uni deyapti xolos keyin لفلان كذلك لو قال لفلان علي 1000 من ثمن هذه الجارية ولكن لي عليك 1000 يلزمه المال hay ikkinchi misolda aytyapti deydi bir odam alonchi uchun dedi meni zimmamda 1000 bordir mana bu cho'rini pulidan debdi mana bu cho'rini oldim debdi mana bu cho'rini oldim-u 1000 berishim kerak debdi bu cho'riga degan ikki javob isku muqollada shakar la al-jariyatu jariyatu walakin li alayka 1000 walakin li alayka 1000 o aytdi yo debdi joriya o'zini joriyang debdi buni joriyani pulidan 1000 qarzman bu odamga debdi-da ya'ni o aytdiki nariyoni yo'q debdi ya'ni joriyani pulidan qarzmasdan demoqchi-da bu yo'q joriya o'zini joriyang debdi lekin to'g'ri 1000 lekin qarzing bor mendan debdi walakin li alayka 1000 debdi hani do'zman lekin men tumari upar ikhamadu bu suratda ham deydi muqir deydi iqror qiluvchiga deydi 1000 vojib bo'laveradi shuning uchunki shuning uchunki nariga odam lokinni oldingi gapga qo'shib turib gapirdi demak u lo bilan yo'q deyish bilan nafsi molni nafiy qilgani yo'q balki muqir deydi o'zini tepasiga 1000 ni lozim bo'lishligiga sabab bayon qildi-ku deydi cho'rini pulidan dedi-ku o'sha gapni inkor qildi xolos u deydi nafiy qildi xolos lekin alayka alfun nafsi mol hisob hali nafsi mol 1000 qarzim bor degan joyiga lekin u ham rozi nariga 1000 qarzim bor lekin dedi ba'zi nafiy isbotga mahal demak ma'lum bo'ldiki nafiy qilinadigan narsa boshqa ekan isbot qilinadigan narsa boshqa ekan dedi men bu nafiy qilib turib nafsi molni nafiy qilgani yo'q nafsi molni bu yoqda isbot qilyapti narigi molni sababini inkor qilyapti nafiy qilyapti sababni inkor qilib turib lekin nafsi molni lekin isbot qilyapti dedi bu sababni inkor qilib molni o'zini isbot qildi nafiy qilib babatlarni munofiqlar aytuvdini shart xullas ikki kalom bir-biriga muttafiq o'sha izohatda gapirildi yana kalom bir-biriga teskariligi yo'q isbot qilinadigan narsa boshqa narigi nafiy qilinadigan narsa boshqa muttafiqlikning ikkita sharti topildi o'shaning uchun kalom muttafiq bo'lib lekin harfi atf bo'lib istidrok uchun bo'ladi ya'ni muqallalloh tahnifi nafsi mol iqror qilganlikda shu maqsadda xudo ya'ni lo deyishidan shubha paydo bo'ladi sizga lo degan molni nafiy qilyapti ekanda deysiz-ku molni nafiy qilib turganda yo'q molni nafiy qilganim yo'q sababini nafiy qilyapman degan gap bo'lib qoladi go'yo o'sha shubhani lokin bilan yo'qotadi लेकिन के जरिए उसके बाद तीसरे मसले की एक शख्स मसला रैत के कब्जे में एक गुलाम है इसने कहा ये गुलाम फलां शख्स मसला अमर का है फलां अमर ने कहा कि ये गुलाम मेरा तो सभी नहीं था लेकिन ये फलां खालिस है demak
لفلان علي 1000 من ثمن هذه الجارية فقال فلان لا الجارية جاريتك ولكن لي عليك 1000 يلزمه المال فظهر أن النفي كان في سببه نفي من سبب نفي غيره كان لا في أصل المال أصل المال نفي غيره وكان ولو كان في يده عبد فقال هذا لفلان فقال لفلان ما كان لي قط برادان قل باركان o'sha qulni aytdiki mana shu qul falonchinniki debdi u falonchi aytdiki makonali qattu debdi bu biron marta meni qulim bo'lmagan bu debdi valakinnahu li fulonin oxir lekin bu qul falonchinniki debdi demak bo'lmagan lekin falonchinniki dedi al-muqarrir lahu sani fa in wasala al-kalama agar bu o'zini qo'lida makonali qattu dedimi iqrorni qaytarib yubordi bu iqrorni qaytarib yubordi keyin bir pas turib o'zidan o'zi valakinnahu li fulonin oxir dedi lekin falonchinniki deb keyin aytsa bu kalom muttasiq bo'lmadi-da muttasiq bo'lmagandan keyin nariginga asf qilolmaysan endi buni asf qilolmagandan keyin bu qul endi narigi odamniki bo'lmaydi uchinchi odamniki bo'lmaydi endi bu endi shu gapni qo'shib turib gapirdi meniki bo'lmagan lekin falonchinniki bu to'g'ri desa kalom muttasiq bo'lib ikkinchi odamniki bo'lib ketadi uchinchi odamniki bo'lib ketadi bu buniki emas boshqa odamniki bo'ladi dedi valakinnahu li fulonin oxir fa in wasala al-kalama gap qo'shib gapirgan bo'lsa yerda kanal abdul muqarri lahu sani u ikkinchi iqror qilingan odam u uchun iqror qilinadi lekin falonchiniki deyildi o'sha odamga bo'ladi lianna nafiy yata'allaqu bil isbot chunki nafiy mutaalliq bo'ladi isbotga deydi nafiy mutaalliq isbot bo'ladi degani bu nafiy bilan bu isbotning o'rtasida aloqa bor demoqchi-da bitta gap sifati gapirildi-da to'g'ri bundan ekanligini man o'zidan ekanligini nima qildi nafiy qildi lekin meniki emas dedi lekin falonchiniki dedi ikkovi bir-biriga muttasiq bo'lyapti deydi ولو أن أمة تزوجت نفسها بغير إذن مولاها ب100 درهم bitta cho'ri endi o'zini deydi erga berib yubordi mavlosini iznisiz 100 dirham mahriga 100 dirham so'rabdi 100 dirham berasan debdi faqala al-mawla la ujizu al-aqd bi100 dirham 100 dirhamga men aqdni ijozat bermayman debdi ijozat bersa nikoh ketaveradi-da nikoh qilgandan keyin agar hoja ruxsat bersa nikohligicha qolaveradi buzilmaydi hoja buzsa buzilib ketadi aytdiki men 100 dirhamga ijozat bermayman debdi walakin ujizu bi150 150 ga ruxsat beraman desa batalal aqd botil bo'ladi لأن الكلام غير متفق فإن نفي الإجازة وإثباته بعينها لا يتحقق نفي الإجازة وإثباتها وإن فصل وصل الكلام وإن فصل قد تخرج على النفي يتعلق بالأقل فإن فصل كان العبد للمقرر الأول جديد للمقرر الأول فيكون قول المقرر له ردا للإقرار جديد وإن فصل كان العبد لا وإن فصل كان العبد للمقرر الأول فيكون قول المقرر له ردا للإقرار فإن وصل فتحقق اسم كلام لكن وخالد مقدر ملاقات كهات وكلام تسلم مقدر يعني خالد كهو لكن لكن الفلان اسم مقدر ملاقات كهات فيما كان اللي خط كنا في تعلق إثباته अपने मुल्क की नफी करके मुकाबिल नफी से मकान अली qattu da isbotga mutaalliq bo'lyapti go'yo o'zini mulkidan nafiy qilib turib lekin navli fulonin bilan ikkinchi odamga uni isbot qilyapti go'yo past nafiy isbotning mahalli boshqa bo'ldi o'zidan nafiy qildi nariga isbot qildi o'shancha bu ikkita shart topildi-da ikkovini qo'shib turib gapirdi nafiy qilgan narsa boshqa mahal boshqa isbot qilgan narsa boshqa bo'ldi لكن حرف عطف بول استدراك uchun bo'ldi ya'ni muqobil kalam muqobil qatmi asli mulkiyat nafiy qilinish muqarrarga iqrorku rad qilinish alg'ularga muqarrarligi shu baquvata chunki la makan li qattu deganda o'zidan isbot nafiy qilyapti demak birinchi qul uni qo'lida turgan odamniki ekan degan shubha paydo bo'lib turdi-ku lekin nahli fulonin deb turali shubhani yo'qotdi mobodo uniki deb o'ylamayman babuniki emas nariginiki deyapti go'yo deb shu shart topildi
Lakinni falan kan kuskushbat do'kaniga g'ulom distara amiranihi go'yo qul meniki bo'lmagandek buniki ham emas, nariginiki deyapti go'yo. Meniki bo'lmagandan keyin mobat o'zinikiga o'ylab o'tirmang, boshqaniki yana uchinchi odam bo'lishi mumkin-ku deb turib, boshqa balki Xolidniki deyapti go'yo. Lekin Usmonxon usta do'stga so'raydi, qanday qilsa o'niki bilim olgan masalan sizdan g'ulom taqobil chaqdan hanki g'ulom o'shayotgan masalga. Javobni. Xullas ikkinchi misolni deyapti. Bitta pulni ushlab turgan odam, ushlab turgan odam masalan Zayd aytayaptiki, bu qul falonchinikiga deyapti, masalan Amrniki deyapti. Javobni muqarrarlar maqanali qottu. Amr aytayaptiki, maqanali qottu dedi. Faqat shu bilan jim bo'ldi. Fasalal kalam shu. Jim bo'ldi dedi. Masalan keyin ozgina fasl qilgandan, ozgina vaqfa qilgandan keyin aytdiki, lakinnahu lufulanin dedi. Nima bo'ladi endi? Bu shart ya'ni lakinki isku muqobilda lakinni harfi atf bo'lishligiga birinchi shart topilmadi u. Nima edi? Qo'shib gapirish kerak-ku. Vasl bo'lish kerak. Qo'shib bo'lmadi. Mayli, nafiy qilgan narsasi bilan isbot qilgan narsasi boshqa-boshqaligida shart topilyapti. Ikkovi sharti ham baravar topilish kerak. Ham qo'shib ham gapirish kerak, ham bitta nafiy qilingan narsa boshqa, isbot qilingan narsa boshqa bo'lish kerak. Bu yerda shu birinchi shart topilmadi deydi. Qo'shmasdan gapirdi. Demak, kalom muttafiq bo'lmadi. Kalom muttafiq bo'lmagandan keyin nafiy ma'nosini o'rniga istidrok ma'nosini berolmaydi. Lekin harf atf bo'lgan istidrok, demak harf atf bo'lib turib istidrok uchun go'yo bu bo'lolmaydi. Balki istirom uchun bo'ladi. Yangidan boshqa gap bo'ladi. Mustaqil va yangi jumla bo'ladi go'yo. Surati eski qavl maqanli qattu muqir zayd iqrorku muqir zayd iqrorku natqiga o'ga. Dan muslim muqirlahu endi nima bo'ladi? Monoqul sizniki deb iqror qilayotgandik-ku. Monoqul sizniki deb iqror qilayotgan gapini rad qildik go'yo. Meniki emas deyapti, ya'ni o'ziniki deyapti go'yo. O'ziniki deb qo'ydi. Endi keyingi gapi nima bo'ladi? Yangitdan jumla bo'ladi. Walakinnahu li Xolidin. Walakinnahu li Xolidin dedi. Endi bu nima qilyapti bu? Nariga gap uzilib tugab bo'ldi-da. Bu yangitdan nima qilyapti? Yangitdan birovning qo'lida turgan qulni Xolid uchun bu guvoh bo'lyapti go'yo. Xolidniki deyapti. Vaholanki birovning haqqi, birovning qo'lida turgan narsani boshqa odamniki deb yorish uchun ikkita guvoh kerak deyapti. Endi bu yangitdan jumla bo'ldi degani foydasi shu endi. Nariginiki bo'lolmaydi endi. Isboti boshqa guvoh, o'zidan tashqari boshqa odam olib kelish kerak endi. Bunikiligini isbotlaydigan. Haliginda bu turuvdi. Qo'shib turib gapirganda guvohsiz nariginiki bo'lib ketib qolaveradi. Deyapti. Vasl qilsa shu diyon nimasi. Walakinnahu li fulonin desa, dusra muqarrar holga haqmi sho. Demak bu ikkinchi bir uchinchi odamda haqiga guvoh beryapti. Xolidni haqida guvohlik beryaptiki, falonchini deb deyapti. Vaholanki bitta odamning shahodati kifoya qilmasligi sababidan deydi, Xolidning mulki sobit bo'lmaydi endi qulga deyapti. G'ulom o'sha birinchi odamning kimiki? Zaydniki bo'lib qolaveradi. O'rtada Amrniki ham emas, Xolidniki ham emas, Zayd. Chunki Amr o'zini ham yo'q, menga emas deganda iqrorini narigini iqrorning to'g'ri o'ziniki degan gap chiqib qoldi endi. Musannifning ismi biz o'sha nimani demak buniki bo'lmasa buni o'ziniki ekan degan shubha paydo bo'lib turganda, lokinni gapirib olsa nima bo'lar ekanda? Ish bitib narigini bo'lib ketib qolaveradi deyapti. Ajratdimi? Ajratgandan keyin endi lokin ishni qilolmaydi. Lokin hech qanday foydasi qolmaydi. Yangidan go'yo bu qul lokin siz gapirib turgan o'sha qoladi. Bu qul Xolidniki deb turganga o'xshaydi deyapti. Va fasalasi bayonki qullar mana shu gapni va infasalada bayon qildi deyapti. Va infasala kana al-abdu lil-muqir al-awwali deyapti. Agar fasl qilib qo'ygan bo'lsa gapini deydi o'zida. Birinchi iqror qilganga bo'ladi, Zayd o'ziga bo'ladi. Saniki deb iqror qilib turadi-ku. O'ziga emas, degan o'ziga iqror qilgan yo'q. Saniki bu qil deganda, yo meniki emas deyapti-ku. Shuni o'sha Zayd o'ziga qaytib qoladi. Sayakunu qawlul muqir lahu alay amr. Muqarrir lahu raddan lil iqrori. Uni iqroriga go'yo rad bo'lib qoladi. Ma kana li qatturgan sen iqroring meniki deb aytib turgan gaping noto'g'ri, meniki emas bu deyapti go'yo deydi. Endi 3-surat yana. Kalom ki muttafiq ho'niki दूसरे shart mavjud nahu. Hozir aytgan misolimizda ikkinchi shart topildi-yu, nafiy isbot degan narsa topildi-yu, birinchi shart topilmadi. Qo'shilishligi topilmadi. Endi bu misolda deydi, muttasilligi topiladi-yu, hali ikkinchi shart topilmaydi. Nafiy qilinadigan narsa bilan isbot qilinadigan narsa bitta narsa bo'lib qolyapti endi bitta deydi. Zayd davrga maqom va mavzularga munofat bu.
Xullas, lokindan oldingi narsa bilan lokindan keyingi narsa bir-biriga munosabati bor. Ya'ni muqobil kalom jiz nafiga munofat qanday qilib bo'ladi? Munofat bor, hech bir-biriga chiqishmaydi degan gap qachon bo'ladi? Qachonki muqobildagi kalomda nima narsani nafiy qilingan bo'lsa, muqobili kalomda o'sha narsani o'zini isbot qilib qo'yapti yana. Bahorning nafiy qilingan narsa boshqa bo'lishi, isbot qilingan narsa boshqa bo'lishi kerak. Bu kalomda ikkovi ham bitta narsa deydi. Bu suratda bu suratdan kalom endi muttafiq bo'lmaydi. Agar qo'shib gapirgan bo'lsa ham shart ikkinchi sharti topilmadi. Isbot qilingan narsa bilan nafiy qilingan narsa bitta bo'lib qoldi. Demak kalom muttafiq bo'lmadi. Muttafiq bo'lmagandan keyin lokin istinof uchun bo'ladi go'yo. O'zining ma'nosini berilmaydi. Buni misoli shundayki deydi, bir cho'ri o'zini mavlosini ijozatsiz o'zining nikohini bir masalan 100 dirhamga 100 dirham evaziga, mahr evaziga nikohlab oldi, o'zini ega berdi. Mavloning ijozatiga mavquf endi bu. Ijozat bersa bu ketaveradi. Ijozat bermasa bo'lmaydi. Agar ijozat bo'ldi, nikoh nofiz bo'ldi, yurdi. Bo'lmasa nikoh buziladi. Chunonchi agar Mavlo aytsa-ki, la ujizul aqd bi 100 dirhamin, walakin ujizuhu bi 150 dedi. Ya'ni men üst nikoh-ku, jumiylik marzidagi ya'ni qaysi nikohiki meni rizoligimsiz bo'ladi-ku, deyapti-da endi. Men roziligimsiz bo'lgan nikohni 100 dirhamga men mahr evaziga ijozat bermadim dedi. Lekin 150 mahr evaziga ijozat beraman dedi. Ijozat beraman dedi. Yo'inki agla ujuzuhu, walakin ujuzuhu in zittani 50 alal 100. Yo'q, aytayaptiki, ijozat bermayman buni nikohda dedi. Lekin ijozat beraman agar 100 ga yana 50 qo'shib bersang ijozat beraman dedi. Hozir. Ya'ni agar tu maquludun maqullas mana shu ikkita kalomda dedi, lokin bilan dedi aks sahih bo'lmaydi dedi. Aks sahih bo'lmaydi. Chunki dedi kalomda aqd ijozatki nafiga u, ba'zi kalomni qaysi aqdniki kalomda nafiy qilinadi dedi. Shu kalomda o'zi o'sha aqddan ijozatdan berilyapti-da. Nikohda ruxsat bermayman, nikohda ruxsat beraman dedi. Qolsa yana. Aqdga ijozat bermayman, aqdga ijozat beraman deyapti yana. Yani tu nafiy isbotni mahall demak, nafiy bilan isbotni mahalli deydi, alohida bo'lmadi. Ikkovi ham aqdning nafiy qilinyapti, bittasi isbot qilinyapti. Lekin isbotga bilan qanday kerak bo'lganki, maxsus sudra ham evaz nikohga ijozatga nafiy qildi, sahihone kerak kalom mutasahhona. Xullas, nafiy bilan isbotni mahalli alohida bo'lmaganligi sababdan kalom muttafiq bo'lmadi. Tanlovlarga berilgan demak kalom bir-biridan ajragan narsa bo'ldi-da. La ujizu hadal aqd degan bilan nikoh buzilib ketdi shu bilan hali nikoh. Keyin gapira o'sha narsani isbot qilyapti. Nikohni isbot qilib nima qilaman, ijozat beraman deyapti. Ijozat beraman deb bilan nikoh bog'lanmaydi endi. Boshqatdan unga nima ijob qabul qilish kerak. Berdim, oldim qilish kerak-da. La ujizuhu nima bo'lmaydi, hech qanday ijob bo'lanmaydi. Muzori siyg'ada. Yangitdan boshqatdan shuni senga hosil qilib berdim deb odamga aytib qo'yish kerak deydi. Ana mandigi xo'tsikiyahu nikoh fasqullar, hayla ujizu aqda bilan xodimani o'zini qilgan nikohi buzilib ketdi. Va ikkinchi kalom valakin ujizuhudan yangi nikohni ijobi uju qabul zavj bo'lmoqi. Lekin valakin ujizuhudan deydi, yangi nikohga ijob bo'lyapti endi bu deydi. Senga shuni xotin qilib beraman deyapti-da. Lekin endi bunga erdi qabul ham kerak endi. Qachon er qabul qilsa, keyin nikoh bog'lanadi. Bu bilan ijob bo'lib qoldi. Bir taraf bo'lib qoldi, nari taraf hali o'zi. Chunki nikohda turib ijobi qabulni majmuasini aytadi. Naki faqat ijobni o'zini nikoh demaydi deyapti. Shahidam endi. Hay, walau anna amatan tazawwajat nafsaha bighayri izni mawlaha bi 100 dirham. Faqala al-mawla la ujizu al-aqd bi 100 dirham. Walakin ujizu bi 150 dedi. Yana o'sha narsani o'zini isbot qildilar. Batal al-aqd. La ujizu degani buzilib ketdi nikohi. Qiyin nikohini ijozat yo'q dedi. Deganda buzilib ketdi. Nari kalom shunga-ku ijozat beryapman deyapti-ku. Ijozat avval nafiy qilgan narsa yana isbot qilib kelyapti narsa deydi. Li'anna al-kalam ghayr muttafiq. Kalom bir-biriga yopishmadi dedi. Fa in chunki istidrokni ma'nosi nima edi? Avvalgini nafiy qilib turib, keyingini isbot qilish kerak edi. Keyingini isbot qilish uchun kalom muttafiq bo'lish kerak edi. Hozirgi bitta isbot qilinmaydi dedi. Isbot qilishlikdagi shartda bittasi yo'q bitta. Agar yonma-yon gapirgan bo'lsa ham. Fa inna nafiy al-ijozati wa isbataha bi ayniha la yatahaqqaqu dedi.
ijozatni nafiy qilishlik yana bi ayni o'sha narsani o'zini isbot qilishlik mutahaqqiq bo'la olmaydi. Fakana qawluhu go'yo lakin ujizuhu isbotahu ba'da raddil aqdi. Go'yo aqdni rad qilib buzib tashlagandan keyin valakin ujizuhu degan gap yangidan boshqacha isbot bo'lyapti u. Buzib nikoh tuga bo'lgandan keyin go'yo isbot qilyapti deydi. Va kazalika qala la ujizuhu valakin ujizuhu in zittani 50 ala al-100 degan gap ko'yin bitta yana o'shani. Ijozat yo'q unga. Lekin to'g'ri 50 qo'shib bersa ijozat beraman degan gap yangi boshqa gap bo'ladi deb. Yakunu demak bu gaplar yakunu fasxan lin nikoh nikohni buzib vodahli gap bilan li adami ihtimolil bayon chunki nari gap uni bayon qila olmaydi davomini. Gapirga davom bayon nari gapni bayon sifatida qo'shilib ketilmaydi dedi. Li anna min shartihi al-ittifoq chunki bayon bo'lishligi uchun narining davomi bo'lishligi uchun ittifoq bo'lishi kerak. Wala ittifoq. Ammo bu yerda ittifoq yo'q. Lekin mana shu ekan-da. Bularcha ketdi. Lekin bizga yetadi.